Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ma'rifat TV kanali hamda 58-umumiy o'rta ta'lim maktabiga xush kelibsiz. Bu maskanga tashrif buyurishimizning boisi o'qituvchi va o'quvchilar bilan mulohazali suhbat o'tkazish. Mana azizlar, ustoz bilan uchrashdik. Ustoz, ona tili haqida o'z fikringizni aytsangiz. Ona tiliga muhabbat, yuksak ma'naviyat belgisi. Ona tili millatning ruhi, deb bejizga aytishmagan xalqimiz tilni sevish, uni ardog'lash, millatni sevish va uni qadrlash bilan tengdir. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida yoshlarimizning yutuqlari, sportchilarimizning g'alabalari sharafiga o'zbek tilida aytilayotgan madhiyamiz bu o'zgacha sharafdir. Mana azizlar, o'quvchilarni ko'rib qoldik. Endi ularning suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. Til deganda nimani tushunasiz? Til bu bizni birlashtirib turadigan, ajdodlarimiz bilan bog'lab turadigan muqaddas rishtadir. Inson yuragi qanchalar kerak bo'lsa, ona tili ham shunchalar kerakdir. Biz har birimiz o'z tilimizni sevishimiz, uni hurmat qilishimiz kerak. Til xalqning ruhiy va bebaho boyligidir. Fikrlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Sizga bir savolim bor. Ona tili hayotingizda qanday o'rin kasb etadi? Mening hayotimda ona tili juda ham keng qamrovga ega ahamiyatni kasb etadi. Insonning jamiki ezgi fazilatlari qalbiga eng avvalo ona tili bilan singadi. Ona tilida gapirgan inson o'z ona tilisi bilan faxrlanadi. Birinchi prezidentimiz tomonidan 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan. Bu quvonchli kun butun o'zbek xalqining, o'zbek millatining qalbiga quvonchni bag'ishlagan. Mana shu ona tilimiz. Men ona tili fanini darsi o'qituvchisi bo'lganligim uchun mana shu ona tilim bilan faxrlanaman va hamma o'quvchilarimni o'zimizni ona tilimizda chiroyli nutqga ega bo'lishiga, chiroyli fikrlar bildira olishiga harakat qilaman. Yana bir bor o'quvchilarning fikri bilan tanishamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Til haqida bolalarga, ya'ni zamonaviy bolalarga o'z maslahatingizni bersangiz. Zamon bilan yurish yaxshi, ammo o'z tilini yo'qotish o'zligini yo'qotish demakdir. Kim o'z tilini yo'qotsa, u xalqning kelajagidir. Fikrlaringiz uchun rahmat. Mana azizlar, 58-maktabning o'quvchi va o'qituvchilaridan o'z fikr mulohazalarini bildik. Ma'rifat TV kanalida hamda 58-maktabda ko'rishganda ko'rishguncha.